Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər, mənim vaxtınla xeyirli olsun. Bugün yəni bir proqram bilan həmənlərin huzurunuzda turubdunuz. Bugün Xitay İşləri Mütəxəssisi İlşad Həsən əfəndim bilan yəni bir proqramı qılmaqçı biz. Həmənlər bilgəndək Amerika sayılımı bu ötdü, şu 2 gün burun. Amerika sayılımında Trump yəni yuqarı avaz bilan saylandı. Hem de bu Amerika bütün dünyadaki derecin taşkı bir güç bulusu bilen Amerika'daki sayılan bütün dünyadaki siyasi güçlerini, siyasi tamponluqlarına təsir yetkizdiğin bir xil çoğun bir vəqə bu. Şuna hem Uyghur meselesini analiz qilishda, hem xalqaralıq meselelerini analiz qilishda Amerika sayılımını ve Amerika'nın içindeki güç tamponluqlarını düşünüşmək üçün ve xalqaralıq vəziyyətini tədqiqçilar üçün mühim bir orunda turdu deb qarayman. Şu an hamda İlşad Həsən əfəndim bu vəqələrdə, bu xil məzmunlarda köp təcrübəsi var, köp izlənən bir akımız bu sübut bilan biz mehman sübut yəni çağırdıq. İlşadqa xoş gəldiniz. Rəhmət Furqan. İlşadqa Amerikanın sayılımı bu ötdü. Siz sayılamdan burun Kamala Harris çıxsa yaxşı bulamdı yoki Trump çıxsa yaxşı bulamdı deb bir proqram qılmışdıq. Hem de təlimizə bugün gəl nəticəni ip bolğandan anladıkən bir nima proqram qilish nisib bo'libdi. Sizce bu azıq Trump'dan bu xil yuqori ovozda sayışı Amerikada kütülgən xalqlar tərəfindən müştaq buludu deb qaralğan bir qarashmı yoki bu hamma adamga bir sürpriz bo'ldimi, bir hayronlik uyg'otdimi? Menimcha Trump'a qarışlar üçün, qarış ovoz berganlar üçün hayron qilishlik. Xuddi bir qarayotgandek uyg'unib qarab baqsa, hamma nima o'zgarib ketgandek tuyuldi. Ama Amerikanınki mening burundan deb kelgan, birinchi qitim saylangan vaqtida men bir parcha maqola yozgan. Shu vaqtida jihlar namoyish qilib, mening prezidentim emas degan bir harakatim bo'lgan. Shu vaqtda men maqola yozib, garchi men bu odamning chiqishiga ovoz bermagan bo'lsam-mu, ama o saylandı, köp ovoz bilan o bizning prezident deb yozgandim. Bu da qitimmi biz qaraydigan bo'lsak, köp ovoz bilan yangdi. Va texi odatki köp emas, ravrus köp ovoz bilan yangdi. Shuning uchun demak, köp sonli Amerikaliklarningki hayron qolmadi, umidi u. Shu degan bo'yicha bo'ldi. Shuning bu nuqtadan degan vaqtida hayron qolganlar, ovoz bermaganlar, hayron qolmagan, xush bo'lganlar ovoz berganlar bo'ldi. Hamda araliqda balkim azsanda yana qaysi tarafiga nim qilinmaganlar bo'lishi mumkin. Ama ular uchun hayron emas. Shuningga agar mushuning udul javob desangiz, qarishdiganlar hayron, qarishdimagan ovoz berganlar umidi amalga oshdi. Agar buning da yana mesela demokratlar nimish kuttiryapti deb savolingiz bo'lsa, mening qisqa o'yladimda, men shu saylamdan keyin 3 narsani kuttiryapti deb qarayman. Birincisi iqtisodda. İqtisoddagi bevosita, garchi Biden hukumatinin ishsizligi tarixdagi eng to'van bo'lgan bo'lsa-mu, ko'rsatkichlar qarasamiz yaxshi, statistikalar qarasa, lekin xalqning turmushi aks etishi masala bormi? Shu, bu yerda shuni demoqchi. Garchi hamma nima yaxshi ko'ringan bilan statistika, xizmat to'vanlishi, ishsizlik to'van bo'lgan bilan yanchiqdagi pul ozyapti. Masalan, biz Uyg'urlar hamda hammamiz qo'y go'shti olamiz. Qo'y go'shtini ben neçə yılın aldıda meşerki o en çok halal göç satırğa yeg berip bir koy alsam 100 neçə dollarga koşum hemen imne elip gelsem 100 neçə dollar ya 200 dollar 250'den aşmadı. Hazır 200'ün tövünüge şu 3 yılın aldığan nersi kemeydi. Burun bir kahvehanıga kirsek 5 dollarga bir aile 10 dollar kahve içken olsa hazır 15-20 dollarga. Şunun için iqtisodda şu mal bahasının ösüşü hem adamның yançığını kuratdı. Bu birinci. İkinciden köçmen meselesi. Bir yerdeki köçmen meselede ne buldu diye vaxtıda çiğreden kirvatkan adamlar xuddi biz küçük vaxtımızda mal vazırlığı bağa vaxtı top adamlar kirgendek bu Amerika'nın çiğrisinden xuddi bir uçuk bazada kirvatkan bu
Kündü televizorda koygandan keyin hamma adamni cho'chitdi. Biz Uyg'urlarni cho'chitgani Xitoylarninki aşo köplerini kötürüp uzun akının kögün olmaydıgan ücret bilen kiriyotganligi. Bu ikinci sebep. Üçüncüsü cinsi kimlik, milli kimlik meselesi oldu. Bunun da hem de demokratlarınki eşeddi bir xil kimlikni hamma meseleninki tügünü kılıp karaş bu mu cık adamlarını bulup mu ballarınki muharefede başlangıç otur mekteplerde cık adamlarını endişki koydu. Burun ben dikkat kılmagan mesela şahsen üzemle desem benim bir 10 yaşlı kızım bazı. Hem de mektepki bağa vaxtıda bazıda hem de menin kögünüm üzem menin kızımның bağa mektepte bu ahvalını kömüdüm. O bir nelanınki ilki ayırmaslığı mesela bulamı ata-analarını cık endişki saldı. Şunun olan bu yerdeki muşu üç mesele ağırsığı kelip demokratlarını mağlubiyetke ekeldi. Manda diye vaxtıda Trump'ınki yenişi muşu üç mesele asası da qaraydı. Endi bu solçul ideya bilen sağ ideya otursak bir to'qnash tap qarsa xatolaşmaymiz deb qaraymiz. Çünkü Amerikada sağ 10 yıl ideologiya hükümran bolsa. Azı bu 10 yıl ideologiyalarning dünyada global şekilde hemkarlık o'rnatishi Macaristan'da deymiz, Türkiye'de deymiz, yani Jakarta'da Avrupa'nın 10 yıl hükümetli otursa bir xil külemleşken bir nimi bad, hemkarlık badek his qilmayman. Bununla mana bir göz qarashim bor. Qisqa tushundiray. Men hem felsefeni yaxshi ko'raman, dinni yaxshi ko'rib o'qiyman. Masalan, men ba'zi Qur'onni o'qiyman, Injilni o'qigan, necha qatim. Din tadqiqot kitoblarini o'qiyman. İnsanlar hozirgi kelguncha ikki bu o'ng, sol deganimizda ikkiga bo'linib menyapti. İdeologiyada. Birisi insanın özünün aqliga mutlaq ishonish, hurmat qilish. Bu bo'lsa insanlar taraqqiy qilgan sari taraqqiyotga ergishib insanlar o'zini o'zi idora qila oladigan bu nemesi iqtidori bor deydiganlar. Bu ne progressive deymiz hem de İngilizce deganda. İlg'arlatmangdigan. Yana bir xil kuch var. Ular deydi, ya inson aql bilan aqlning mu cheklimi bor. Shuning uchun bizga bir insoniyatdan sirt ya yaratquchi Allah yoki God inglizlarni ya Buddhist ya bo'lmasa lama mushunda bir kuch yetakchi bo'lmag'isa inson faqat aqli bilanla idora qilolmaydi deydi. Bu o'ngchilar. Shuning uchun insoniyatninki menimcha hozir kelayotgani zodi o'zimiz idora qila olamdik yoki sirtqi kuchdan foydalanamdik. Mana deganda Cumhuriyetçilarninki hozirgi dinning kuchayib ketishdagi sabab nima desa, men degan kimlik masalasi. Shu kimlik masalasi hammasi kelib bu dinga taqishyapti. Aqlninki to'g'rimi desa ba'zilar deydi, ya aqlning undaq qarashi to'g'ri emas, hammadan barobar deydi. Masalan, ma'vu nimalarda kimlik meselesideki millet meselesinde. Mesela medeniyetninki hemmesi beraber şu muhitte çıktı deydi. Bazıları deydi bu ilk relativizm deydi. İlk seliştiripla bu hemme medeniyet okşaş desek o hata deydi. Medeniyetinin ilgarı var, kalaklarını taşlatmamız deydi. Bu progresif. Ama yanı birisi deydi ya medeniyetinin hemmesinin öz aldığı bir nemisi var deydi. Şununla İslam biz özümüzün medeniyeti turumuzdayız. Hristiyanlar özünün medeniyeti turumuzdayız. Bu şu iki xil ideologiya ahirki hamma davlatga borganda şu o'ng yoki sol. Bu yerda amaliyotda o'ng solninki burun tashqi kuchni deyman, siz dedingizga anti ilgirlikchilar deb. O anti ilgirlikchilarning yaratgan jamiyatlardagi ijtimoiy ve siyasi meselelerinin qanchalik murakkab ishib ketganligi, qanchalik
hal qilinmay çürüp ketganligi jamiyatning ijtimoiy chetdan çürüp ketganligi hammamizga aniq-ku. Aniq, Koreyada ha. bo'lamdi, Afg'onistonda bo'lamdi, Pokistonda bo'lamdi, Eronda bo'lamdi, diniy jamiyatlarning hammasi tashqi kuchdan, axloq prinsiplaridan olamiz buning hal qilish chorasini degan bilan, lekin o jamiyatlardagi ijtimoiy krizislar butun dunyodagisidan texmi ig'ir deb qarayman. Texim ig'ir. Ya shundoq. Masalan, men ba'zida o'ylayman, buni bugun mayli desam davirman. Masalan, Afg'onistonningkini biz muvaffaqiyat ba'zi vaqtlarda biz deymiz, o afg'onlar nihoyatda qahramonkan. Hamma Sovetni qo'g'lab chiqadi, o'z vaqtida Angliyani chiqargan, hozir Amerikani chiqargan deydi. Ama jamiyat muvaffaqiyat qazona oldimi? Shu jamiyat. Amerikani patqoqib ketib qolishdan ish siqilib ketib tashlab berib inib chiqdi-ku, urush qilib. Hamda uni tashlab chiqdi, ama lekin ba'zilarning ko'z qarashida yangi deydi. Ama u yangan jamiyat agar mening bolarimni agar opirib sen maktabga kirmaysan desa, ben onu qabul qilolmayman. Men unda bir jamiyatni men muvaffaqiyat jamiyatmi deb qaramayman. Ya mishagim qichib kelayotgan afg'onlarning, pokistonliklarni ko'ryapmiz. Hayotida maktab o'qib boqmagan bolalar bor. 25-26 yoshga kirib ketgan va kishi qichib keladi emas, o'zining davlati bo'lib turibmi, bizdan nachar kunda hozir. Ana shuning uchun mening deydig'inim bir muvaffaqiyat jamiyat degan gap, uningda hammadan barobar deganimiz maktabga bora olishi lozim. Xizmat ishligida qobiliyati bo'lsa, ishlashga bir fursat egallishi lozim. Bunda bo'lgan vaqtida uni biz muvaffaqiyat jamiyat deymiz. Hozirgi zamon madaniyati bo'yicha. O elki bolalarni hamma ayol kishini hammani uyiga purkab uyga kirib qo'yib, bir minister degan odam kuni ko'rdim. Daftarlarni ho'lig'i tizib qo'yib, qaysi daftarni izlaydig'ini topolmay dumuli etib yursa, men unda jamiyatni muvaffaqiyat topgan jamiyat demayman. Shaxsan mening ko'z qarashimda, balkim. Xo'sh. Yana saylam qaytib kelaylik, gapimiz uzarib ketib qoldi. Saylam qaytib kelaylik, hamda Amerikaning bu men avval sizdan bu Amerikadagi saylamning o'ngchilar bilan so'lchilarning masalasini parangish bo'ldik deb qo'yib turay. Hozir Amerikaning saylamining xalqaradagi narsalarni sizga bo'lib 3 kategoriya bo'yicha savol so'rayman. Uyg'urlar o'tib ketaylik, Xitoy bilan Uyg'urlar o'tib ketaylik haqida. Avval men Ukraina masalasi qanday ta'sir ko'rsatganligini so'ray, chunki Ukraina masalasini biz bilatdik, Bayden bir xil Ukraina tarafida hozir ikkisini aplashtirma suhbat ustiga inib kelsa deydigan bir pozitsiyasi bor Trumpning. Lekin buni qanchalik amalga oshirolmaydi, amalga oshirolmaydi. O'tganda deyman Voice Street jurnalimi yoki Reuters ikisining birsiga bir xabar chiqibdi, yangi bir plani Trumpning deb shu Ukraina masalasini hal qilish uchun eng dastlabki plan deb narsa chiqib qo'yibdi, ozroq o'qidim. Siz qanday qaraysiz, Ukraina masalasida Trumpning pozitsiyasi qanday bo'lishi mumkin? Menimcha Ukraina masalasida Trump deganini qiladi. Chunki Trump dedi, urushni to'xtatma dedi. To'xtatishninki usuli oson. Amerikaninki butun yordamlarni to'xtatadi. Qurol yaraq, masalan Amerikaning bergan naytiji qurollari bor. Bu qurollarga o'q-dori hammasi shu Amerikadan keladi. Bosh qurilish bombalarni chiqaradigan uningga. Agar bularni hammani to'xtatib olsa, Ukraina menimcha urushni davomlashtirolmaydi. Bugun texnik ko'rdim xabarda Trumpninki yordamchisi debdi. Ukraina hamma ziminimni qaytarib olaman, ham Qrimni qaytarib olaman desa, uni unutib ketsin, Qrimni unutib ketsin debdi. Shuning uchun hamda buning oldidami amaliyotda Amerikaninki men bir hurmat qiladigan bir geopolitik olimi bor, Stephen Kotkin degan odam. Bu adam bir necha qitim so'zlagan bu Ukraina to'g'riliq. U odamdan deganda hamda Ukrainani azroq zimindan voz kechib, Qrimni 50 yilgacha tashlab qo'yish. 50 yildan keyin ovoz berish orqali qaysi tarafga qaytadiganligini undan keyin bekitish. 50 yilgacha hamda Zelenskiymi yo'q, Putinmi yo'q. Yana bir avlodninki balkim bu masalani hal qilishda oson to'xtaydi deb u odam hamda bir turkumlarning bergan Amerikaga bergan tavsiyasi shu edi. Qrimni arib qo'yib 50 yilgacha
xuddi Hong Kongni 100 yil berayotganga o'xshash 50 yil tashlab qo'ydilar. Endi bugungi agar shu yordamchisining so'zlagan so'zi endi u yolg'on odam emas, xabarlari bor, break news deb chiqadi. Demak, Ukraina o'sal ahvolga qoldi. Trump balkim gapida turdi. Bu masalada gapida turdi. Bunda bo'ladi ekan, Yevropa hozir texi butunlay tayyor bo'lib bo'lmadi. 2016da saylanib chiqqan vaqtida Trump Yevropaga bir signal bergan, o'zingni kuchaytir degan. Shu vaqtda majburlab ularni NATO'ninki burun 2% ni to'shtiramagan davlatlarni 4% davlat kirimininki 4% ni ayirishni majburlagan. Endi lekin ular yana Trump ketdi, bu ish o'zgarib qoladimi deb dünya Amerika qarab qolgan. Bo'libmi? Amerikaninki bu Yevropadagi do'stlari. Bu da ketim qaytib chiqqandan keyin ular tayyorsiz. Shuningga Yevropa meselesine ayrım so'rayapman sizdan. Shuningda menimcha, hamda mening demoqchig'im Ukraina urushimi degan holatdimi? Yevropa uni ko'tarib ketolmaydi. Amerika to'xtatib olsa. Shuningga Ukraina majburiy to'xtatdi urushni, hamda Putinga omad keldi. Lekin Ukrainani ashta o'zining holiga bir xil tashlab qo'yami yoki qarsam yangi chiqqanligi dastlabki hal qilish chorasi deydigan narsani o'qidim Amerika axborotida. Uningda debto'liqi suhbat ustiga chuqum o'tirsa, agar suhbat ustida o'tirib o'tirliqdagi urush bo'layotgan rayonni xalqaro jamiyatning boshqarishiga topshirib beradigan bir hal qilish chorasi chiqaribdi. Agar buning qo'shilmasa, men Ukrainaning davomli texmi kuchli qurol yaroqlarni berib, texmi kuchlantirma deb ash to'g'riliq bir maqola o'qidim. Endi o'zining holiga bir xil tashlab qo'yami yoki kelajakda Rossiya bilan bir kelishim menimcha oldi bilan suhbatga ikki tarafni o'tirishga qishqirdi. Putinmi ma'quldaydi, keladi. Hamda Zelenskiy qanchalik ma'qul dalalaydi. Ma'qul demasa, balkim Zelenskiyni tushirishim mumkin. Ma'quldaydigan Ukrainalikdan birini chiqarib, bu yerda uningdan keyin Ukraina mayli u xalqaroning nazorati deydi, menimcha Rus uning qo'nimaydi. Rus olgan qismi ip ketish ehtimoli cho'ng. Shuning bilan Ukraina hamda qog'ini qoladi. Menimcha shu xil ahvol bilan hal bo'ladi. Tushundim. Endi aka Yevropaning nimasi kelayli? Yevropaning mudofaa sistemasi, Yevropaning mudofaasi hamda ko'pincha jihatda Amerika qarashliqi, Amerika bilan bo'lgan munosabatdagi bu tangpongsizlik qarab Yevropa davlatlari o'zimizga xos bir mudofaa sistemasini qayta qurib chiqishimiz kerak deydigan talash-tortishlar bor. Poloniya, Fransiya, Germaniya o'rtasidagi uch ko'zlamlik bu davlatlar o'rtasidagi talash-tortishda. Endi Trumpning kelib chiqishi ham Yevropaliklar uchun bir qor kun deb qarasak, men xatolashmaymiz deb qarayman. Endi bu Trumpning chiqishi, Trumpning NATO'dagi ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabati va Yevropa bilan bo'lgan munosabatini ko'z o'ngimizga qo'yib turib analiz qilsak, sizcha Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi munosabatda kelajakda bir yiriklashish yoki NATOning ichida bir o'zgarish bo'lishi ehtimolligi bormi? Menimcha bak cho'ng surkilish bo'lmaydi. Chunki Trump oldingi ketim 4 yilda Aqsarayni bu adam hamda Aqsarayga kirib boqmagan adam, siyosat bilan munosabati yo'q bir adam. Shuning o 4 yilda u yoqqa urilib, bu yoqqa so'qilib, o'zi yo'l izladi, ammo yo'lni endi tushunib bo'lgan vaqtida chiqib ketdi, saylamdan tushib qoldi. Bu da ketim tayyorlik bilan keldi. Bu adam hammani kuzatdi. Shuning uchun menimcha NATO'dan chiqib ketmaydigan bu gapni qilmaydi, ammo NATO'ga talabni yuqori qo'ydi. Undan keyin Yevropaninki mana degan vaqtida rahbarlarimi Trumpni endi tushunib oldi. Qaytib kelgan bir reallik. Endi yana bir qitim saylamda kim tutadi deganda menimcha yana Republikanlar tutish ehtimoli nihoyat cho'ng. Chunki Amerikaninki hozirgi vaziyatda Amerika o'zi birinchisi o'zininki qadimiy qimmat qarashiga qaytishni boshlayapti. Trumpning boshlashi bilan. Ikkinchidan Amerika o'zini kuchaytirish, yana burunqi
kuchiga asli kelish. Masalan, hozir ko'ryapmiz hamda ba'zi jihatlarda haqiqatan alsirab kelyapti. Shuning uchun buni kuchaytirmaydigandan keyin Yevropa bilan cho'qim yaxshi o'tishi lozim. Buni Trump tushunadi. Shuning uchun Yevropa bilan munosabat jiriklashmaydi, ammo balkim burungi vaqtlarda unda yaxshimi bo'lib ketamasligi mumkin. Chunki bu yerda Orbanning masalasi va Rosning masalasi va Bakarak Trump tarafga yaqin bo'lib ketsa Yevropa o vaqtida Putin bilan Orbanga yo'l qo'yish kerak jiq taraflarda. Uningga yo'l qo'ymasa Trump xo'sh olmaydi. Shuningga bu yerda bir xil tangpungliqni saqlashga urinadi. Shuningga hamda jiriginish bo'lmaydi. Chunki bu dunyo hozir o'zgarib menyapti. Bu yangilik. Balkim hamda Trumpning chiqishi bilan Yevropadami o'ngchi partiyalar masalan Fransiyadagi boshqadan kuchlanib qaytib kelishi mumkin. Bunda bo'lib qolsa bu mana degan vaqtida abay degandek bu qadimiy qimmat qarashdiki, ko'ni qimmat qarashdiki bu narsa bu kuch qaytadan bir 10-20 yil kuchlanib ketish ehtimoli çok. Anlika aka sizga yani bir küçük bir sual sorayım. Hem bayağı bir şey de deb o'tdingiz mi sualning bir şey de. Trump geldi avval 4 yıl bir şey yiyin kelgan chog'da, yiyin hukumat kelgan chog'da ham bilmaydi Amerikaning ishki dinamiklarini mana tushunmaydi. Iqtidorga kelgan vaqtida Amerikaning bürokrasiyada, bürokratlar bilan bo'lgan o'tirsizlikka bir munosabatda toza tamponliqni saqlayolmagan. Hem o'zining deganlarini mu yaxshi qilg'izolmagan deb qaraymiz. Hamda juda ko'pincha shunday qaraydi ekan. Chunki yiyin kelgan chog'da Amerikaning bürokrasiyasi dunyoning boshqa bürokratlarga ancha o'xshamaydi. Xili kuchlik amniyatli nima qilish, puttirash kuchi xili kuchlik prezidentni ancha munchalik haddidan oshgan yerlarda xil cheklab tura oladi. Amerika ham Trump tajribaga ega bo'ldi. Trump qanday ishlaydiganini bildi, bürokratlarning nima ishganligini bildi, ular bilan qanday munosabat qurishni va ularga qanday haddini bildirishni tatib bildi hamdi. Mana keladigan 4 yilda Amerikaning bürokratlari Trumpni azroq bo'lsin cheklab tura olamdi yoki uning uchib ketgan bir xil uch nuqtalardagi bir fikrlar bor, marjinal bir fikrlar bor. O fikirlerini qanday sizce cheklab tura oladi deb qaramsiz yoki budagi Trumpning uftishi alayda uftish. Chunki Aqsaroyni uftdi emas, Avom palatasini uftdi, Senatni uftdi, Oliy sud Trump tarafda. Mana degan vaqtida hozir bu odamga bürokratik check and balance deydi ku Amerikaningki 3 huquq, parlament, sud, prezident. Hozir hammasi bir ko'z qarashdagi odamlar. Bunda bo'lgandan keyin to'sab qilish ehtimol nihoyatda tuvan. Bu odamninki buda qitim kirishida nihoyatda kuchli kirdi. Bunda bo'lgandan keyin yo'lini to'sgan amaldorlarni ilitish huquqi bor. Sodiga degandan keyin shu qilmasang yo'qoldi deydi. Uningdan keyin Oliy sudni bo'lgandan keyin qonun jihatimi hamda bir to'salaydigan yeri nima deganda Amerikada prezidentninki buyruq bilan ijro qila oladigan qonunlar bor. Ammo yana bir turkum qonunlar bor, cho'qim parlamentdan tasdiqlash kerak. Kerak-ku deyman. Uningda u qismida demokratlar azroq to'siya oladi. Masalan, nimalar to'samaydi desangiz, muhit qo'g'dash qonunida hech qanday to'siyamaydi. Chunki buningda executive orders bor. Iqtisodninkidimi mushuningimi tutishadigan jihatlar bor. Masalan, demokratlarninki bu climate change, hamda rasmi desak climate change ras hamda havo buzilyapti, o'zgaryapti. Ammo lekin bir Amerikaning tirishi bilan buni o'ngshig'ini olmaydi. Xitoy yerda ko'mini ko'ydirib butun ishni osmon qo'yib bersa, u Xitoyda turmaydi. Mashagimi keladi, Roskim keladi, hammasiga. Mana degan vaqtida uningga xalqarodan o'xshash oq ko'ngil qaydiga bo'ysungan odamlar birga kelsa hal bo'ladigan, bu hal bo'lmaydigan narsa. Ammo Amerikada demokratlarning bu jihatda qonun nihoyatda ko'p. Shuningga bu odam ularni
nima uchun Trump'ning saylanishi bilan masalan stok shu zaman Amerikada ko'tarildi desangiz, bu savdoga nihoyatda bo'libmi shu savdogarlarga yoki zavod korxona quradigan bunday odamlarga talantlilarga Amerika'nın bozori qaytadan yechiladi. Mayli neft olsun, mayli gaz olsun, muhit qonunlarini hammani bekor qo'yib talaydi. Buning da chataq to'siyolmaydi. Endi bu odamning yana bir fikri var. Masalan, Amerikaga kelib tug'ilgan, ota-onasi Xitoyning o'simi Amerikaga kelib ballar tug'ilgan bo'lsa, bu bola tabiiy Amerikaning asos qonuni bo'yicha Amerikalik bo'ladi. Mushundaq pasport olgan Amerikaninkini Xitoymijik, masalan bizning Uyg'urlarmi bor? Balları Amerikalik pasporti bor, nim qo'ygan. Endi buni o'zgartirmaydi. Buni endi prezidentninki buyrug'i bilan o'zgartgan olmaydi. Buni cho'qim parlamentdan tasdiqlab o'tgan bo'lishi kerak. Endi buni o'tkazish uchun qanchalik kuchi yetadi, mencha buni o'zgartmak tasarrak. Ham 4 yilda amalga oshira olsa, o bir cho'ng ish. Xuddi Obama 8 yil prezident oldu. Kirgizishning oldida deganti, men birinchi qildigan ishim Guantanamo turmini taqayman degan. 8 yildan keyin taqayolmay chiqib ketdi. Shuningga ba'zi narsalar va o va'da bo'yicha mang'anmaydi. Trump hem de akasida İran meselesini sonra oturuş şarkı meselesinin bu kötü. Hem de hem biz qarab qo'ysam, qarsam Facebook'ta Uyg'urlar xo'sh Trump'ның chiqqaniga taqa ba'zilar nimaga xo'sh desangiz, ham oturuş şarkıda urushni to'xtatdi, İsrailni cheklaydi deb qo'sh. Bu İsrailga eng yaqin partiya bu Cumhuriyetçiler Partisi. Trump ham demokratlar qargan chog'da İsrailga texmi yaqin. Hem de Trump hem de Biden qargan chog'da texmi bir xilqi Indemiz küçlük bir karakter hem de Netanyahu'ga Biden'ı qaraganda texim jiqraq so'zni o'tkazilishi mumkin deb qarayman. Lekin hem de o'tirish sharq masalasi bo'lib, İran masalasi chiqqanda bo'lib ketadi. Trump masalasi chiqqandan keyin. Trumpdan ham İranga qarshi pozitsiyasining Biden qaraganda texim radikal ekanligini bilamiz. Menimcha o'tirish sharqda ham de İsrail so'raydi. Mening ham de kelgusida Trump'ninki 4 yil Onunki yana belkim Cumhuriyetçiler yana bir 4 yıl ya 8 yıl sonradan keyin dünya o'zgardi. Qanday o'zgardi desangiz, meningki kelgusiga qarag'anim, O'rta Sharqni Isroiliyaga topshirib berdi. İran bo'lamdi, o'sha atrofni Isroiliya boshqardi. Osiyoni Yapon, Koreya, Tayvan ichiga olgan, balkim agar Tayvan davomli bor bo'lsa, bular Yapon boshliq Moşula başquradigan yoki asosinin bo'ldigan Yevropani NATO'ga O'rta Osiyo bilan bu taraflarni balkim Rus Xitoy bilan tanishilgan mushunda bir xil shakllanadi. Endi shuning uchun mana degan vaqtda yig'in chaqlab desam, Iran endi Trump'ning oldin qitim bir qitim ta'min tetigan. Tavakkul qila oladigan bir odam. Shuningga unpredictable deydi bu odamni. Demek bu adamның mijozini paraz qilmoqda. Balki bürokratlarni bu mayakaga vaqt to'xtab qoldi deb paraz qila olasiz. Bu odam unda emas. Shuning uchun Iran endi texmi jim bo'ladi. Chunki Biden hukumati bo'lsin, bular andimunda xalqlarning ko'chidagi oliy maktabdagi namoyishlarga azroq quloq soladi. Menimcha Trump prezident dedi, men kirgandan keyin agar aşında namoyish bo'lib, aşında nim qilsa, aeroplan qilib yo'lga qo'yib qo'yamiz deyapti. Shuning uchun Iran bu signalni biladi. Oldin ketim burniga suv kirdi. Generalni o'ltirdi bir generalni. Süleyman. Shuningga o'xshash, shuningga meningcha Iran hamda jim bo'ladi. Chunki Rusmi, Putinmi Trump bilan Ukraina masalasini hal qilishga tirishadi. Shuning uchun u Iranning jim turishini xohlaydi. Balkim bir Xitoy Iranning keyin turdi, ammo Iran Xitoyga unchalik ishinib ketmaydi. Rus ishonishinde uning ishonmaydi. Shuning uchun Iran hamda jimmi bo'ldi. Arab ellarimi hamda Isroiliya bilan bu urush tugaydi. Falastindagi bu urushlarimiz tugab,
İsrail'e o etrafını hemmini asas kontrol kıldı. Palestin'ninki devlet kuruşu menanca hem yana bir asırga kaldı dep oylayman. O icra kaldı. Şunun için İran emdi jim oldu. Emdi qaytib keleylik Xitayga. Emdi hammadan xoşal Xitay bilen Amerika Prezident Trump çıktı Xitayga bütün oqlar Xitay qartıldı. Xitay anda bop ketidi, manda bop ketidi. Emdi mençim bunu azraq asası boluşu mümkün. Xitayga Rus qarğan çağda texim güçlü Xitay qarşını teşviq qıldı o cumhuriyetçiler. Lekin emdi adamlar ansiraydigan bir yeri emdi Trump böyle bir siyasetçilik oylap ketmeydi öyle bu xalqaralıq siyasi meselelerini hal qılğıçırek. Trump emdi köpünç Saudiyadak aldı o pulunu bəsə onun bilan bir kilişim hasıl qılğan lekin emdi Uyğur meselesi bulamdı, Tibet meselesi bulamdı. Ular anç birlik köngül bölüp geçişim natayindek tuyuldu. Ben qançak toğru oylayman onu sizden sorayımız aka. Sizce aka emdi bu emdi Xitay bilen bolğan Amerika münasibetlerinde Trump mezgilde qanday özgürüşler payda boluş mümkün? Menimce bek çoğun özgürüş bolmaydı dep qarayman. Çıkıpla o tamojna başını örültüşün hatayın diyen bilen. Çünkü biz hemmimiz bilimiz. Biz Uygurlar yaxşı kömeyimiz. Yaxşı kömgen bilen cıqla yani şunun manıdı. Mesela dukallar kirse yani Xitay'nın ki malları hazır Amerika'nın ki bazarda yani menimce 60% egallab ketgan. Cıq dukallar kirsiniz kastum burulka hemmesi asasen Xitay'dan kirgen. Eğer tarifni yani tamujni bajni 200% koyma deb yoki üstürüp 60% koysa Amerika'nın mal bahası şu zaman örleydi. Şu zaman yanı örlep manıdı. O vaxtda da xalq bir yerde narazılık bildirirdi. O inik. Ama Trump'ninki özünün davatqını şahsi münasibeti Xi Jinping bilen bek yakın. Hem de mesela ben Trump'ni yaxşı kömeydiğen bir yerim. Bu adam toxtumay Xi Jinping'ni maqtırdı ahırgıça. Mesela dedi Xi Jinping bir bütün 4%, %4%, 4 bilyon Xitay adamlarını, Xitaylarını yani Uygurlarını şuna işte kirgizip attı o hem de 4 milyon. Şunun nopsini qattiq qo'lliq bilan boshqarib kelyapti. Ulan onu yaxshi ko'rdi deydi. Bakın Trump'ın bir xil diktatör başlıqları bo'lgan bir sempatisi bor deb qaramsiz aka. Putin hem de havisi bor deb qarayman. Evet, bor men havisi bor deb qarayman. Ama shunga o'xshash boshqarishni yaxshi ko'rdi. Chunki Saudiyalarninki mutlaq bo'ysunishni yaxshi ko'rdi Saudiyada. Hamda bir shirkatni boshqargan adam tövendikilerininki onun göz karşıga. Şunun için bu adam şu Saudiya meydanından çıkan bo'lgandan keyin bu adamın göz karşıda çokum %100 mutlak boysunsa hammadan. Burunki 2016'daki vaqtdaki saylangan vaqtida bir generalga özününki Aksaray baş müdiri şunun deptiken bu burun Hitler şunda işğanık kirse hammadan o'rnidan turib tas qiladiki bulan aşındaq iş lazım deb. Demek aşında bir havisi var. Menimce bu cık adamları buludu. Cık adamları buludu. 10 liderlerde sel 22 bu 10 liderlerde Erdoğan'da belki. diyendek. Şunun hem de Xitay bilen bo'lgan bu münasibetide menimce tarifini şu zaman koymaydı. Xitay bilen biri körüşüdü. Menin parizimde birinci ayının 20'si çıksa 5. ay 6. ay etrafında Xi Jinping bilen bir körüş ihtimali çoğun. Ya barıdı ya Xi Jinping kelidi. Bir körüşüp bırakır özününki iki tarafının siyasetini. Hem de Xitay bilen apak çapak koyup gitemdi diyende ya o bo'lmaydi. Mümkün emas o. O devrige qaytmaydı. Xitay bilen terikişidi. Ama o Xitayni unchalik biz va'dasi bergandek undaq istamaydi. Ama bir yerde yana bir mesele var. Eğer Putin bilen Trump bir yerde stratejiyalik yenidikileri şunu gösterse Putin bilen Xitayning bo'lgan araliqdagi münasibetini arayıtalsa bu vaqtida Trump ang cho'ng
siyasun bu çok tökpü buludu Amerika'ga. Çünkü bu münasebet hazır Amerika'nın dünyanın endişkisi vatkan münasebet. Xitay, Rus, İran, Şimali Kore. Bu tötü birleşip geçse. Hem de eğer Trump'ınki Putin bilen boğan münasebeti bir yerde bu xil ihtimal çoğun da qarayma. Çünkü Ruslar mı gerçi onu bunu diyen bilen Avrupalı kirdi. Medeniyet cihatta garip medeniyet emas ama Avrupalı. İtikadi gerçi mezhep çoğun boğan bilen o Hristiyan dininin bir yancısı. Şunun için bular birleşip kalsa Ukrayna'nı kurban kıyıtıp ama Xitay yalğız kılış bu tarafı qarap mansa menimce bu adamın uzun közlüşü şununla qarap manıdı ama şu zaman çıkıpla Xitayni uruduğan, sokuduğan yoki Xitayni inci xiltidigan eğer de Palklar biz bulu kılıdı şunu degende eğer 60% tamujna baş koyga alıttı mı menimce Xitayga hiç qanday ta'siri bo'lmaydi. Bu yerde nima uchun Xitoyga cho'ng ta'sir bo'lmaydi deganda mening ko'z oldimga doim keldigini 59, 60, 61 3 yil Xitoyda ocharchilik degan hammamiz bilamiz. Xitoylar o'zining ballarini almashtirib yegan, xotinlarini yegan erlari. Ama lekin Xitoyda hokimiyatni o'rvatkida qo'zg'alan bo'lmagan. Hozir hamda bu hokimiyat texmu xalqini bir xil zamonaviy fan texnikalar bilan kontrol ostida. Shuning uchun balkim Xi Jinping almishi mumkin, ammo lekin o xalqi agar baş qo'ysalar Xitoyning iqtisodiy mo'lliq etib, Xitoy yo'qolib ketadi, bo'linib ketadi. Men unga baknim qilmayman. Xitoyda faqat siyosiy o'zgarish bo'lsa, bu vaqtida qalaymagan chiqadi, bizga fursat keladi. Hokimiyatning ustidagilarning orasidagi jidaldan bizga omad kelishi mumkin. Ammo lekin iqtisodda Xitoy undaq emas. Shuning uchun Trump bilan bo'lgan munosabatda Xi Jinping bilan Trump'ninki munosabat yaxshilanib mangdi, davomlashib, yana ko'rishib. Iqtisodiy jihatda agar Xi Jinping yo'l qo'ysa, balkim bu yerda ikki tarafning burunga qaraganda yana azroq yiqilishi mumkin. Ammo lekin strategiya jihatdan bir yerga kelinmaydi. Chunki Cumhuriyetçilarning ichida Rus bilan yiqilishib Xitoyga taqabul turayli deydigan bu kuch nayt kuchli. Hatta Trump o'zininkidimi menimcha bu xil ideya bor deb qarayman. Shuning uchun bu jihatdan qaraganda Xitoyga hamda umumiy jihatdan mayli yaqindan uzundan Xitoy yalğız qoldigan bu tarafiga qarab mangdi. Köpten köp rahmet aka. 3 minut vaktimiz kaldı. 3 minut vaktimizde siz Uygur meselesi gösteren tesir doğru azırak sözlep versiniz. Uygur meselesiga Amerikadagi Uygurlarga foydasi azroq keladi. Birinchi iqtisodiyatdan yaxshiroq bo'ladi. Amerikadagi kelib bo'lganlar iqtisodiy jihatdan o'tama Bidenning qilgan iqtisodiy nimaları endi ta'sir qilib tozi Trump mezgiliga udul kelib qolgandan qilib turdi. Har qaytim Obama iqtisodiy jihatdan bir g'alaba qozonib ko'rsatkichlarni yaxshilganda Trump kelib uning meg'zini chaqqan. Endi Biden chiqib iqtisod nazar keltirsa uning meg'zini yana Trump chaqilganda qilib turamdi. Har qatimda Cumhuriyetçilar pul qashlab urush qiladi burun. Demokratlar iqtisodni yaxshilaydi, bu nimani. Ham bu da qatimmi shunda bo'ldi. Menimcha masalan o ilqidedim-ku jixlagan qoidalarni muhit qo'g'dash deydi, u bu qoidalarni bekor qilib etdi. Shuning bilan Amerikaning iqtisodiy hozirgi asosining ustida texmo gullanib, yaxshilanib mangdi. Buningga menimcha Uyg'urlarning foydasi bo'ladi. Yaxshi jihat. Uningki Uyg'urninki hamda kishilik huquq yoki bizningki da'voyimizga qanchalik bo'ladi deganda men uni yaxshi tarafga qarab mangdi demayman. Balkim bir ikki tashkilotni oldiga chiqarib qo'ydi. Ularninkini oldiga chiqarib mang'uzib, qolganlarninkiga pulni asta-asta bir chetdan kesib, chunki Trumpning da'vatini hukumatning ichida odamchiq, keraksiz organbakchiq hammani kesmaydi.
Onu keskendan keyin harbiyga mablag'ni jiqaytma deydi. Harbiyga mablag'ni jiqaytib, ham Amerikaning qazin tovanlatma deydi. Qazin tovanlatish uchun boj o'stirish kerak yoki ya bo'lmasa hukumatni xarajatini kesish kichikiltish kerak. Bojni o'stirolmaydi. Chunki bojni kemaytma deydi. Bojni kemaysa qayerdan chiqadi bu pul? Hukumatninki boshqa yerga qashilgan kishilik huquq, non-profit, mush ularga qashlayotgan ortiq kuchlarni hammani kesayotgan vaqtida bu pulni tejab harbiyga sag'ina bo'ladi. Shuning uchun menimcha kishilik huquq azaldan Trumpninki oldingi nemisida yo'q ajandasida bu odamninki. Bu odamning deydig'ini oldi bilan Amerikaning iqtisodiy hamma jihatdan qimmat qolishi asliga kelib, qaytadan Make America Great degani nima degan vaqtida iqtisodiy kuchlik, harbiyda kuchlik, qimmat qarishida asliga kelgan, yana shu bronki hamda oil bo'yicha nima qildigan deydilar. Buningda kishilik huquq yo'q. Shuning uchun menimcha Uyg'urlarningki da'vosi hozirgi saviyani saqlab mang'alisak 4 yil xudo shukr desak bo'ldi. Ko'p rahmat aka. Shunday qimmatli fikrlaringizni, analizlaringizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Ekran oldi ko'rmanlarning vaqti xayrli bo'lsin. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat aka. Sizga rahmat. Yaxshi so'zlab berdingiz. Biz Uyg'urlarning